Bugun naroznik frezerini mordasini tozalashga o'rganamiz. Chunki hozir sezon kelib, bilganlar ham, bilmaganlar ham marojna qilish harakatini qilyapti. E'tibor beringlar, mana bu chiqadi. Mana shu narsa ba'zilarda hatto qurt bosib ketgan bo'lyapti. Ko'zimiz bilan ko'rdik. Mana shuni hammasini bitta chiqarib tozalash kerak. Har kuni. 2-3 kun ham emas, har kuni. Har bittasini chiqarib, mana shuni ichi bitta akamizni qurt bosib ketdi. Qilish kerak buni. Chiqarib, tozalash kerak. Ham bittasini yaxshilab bu rezikalarni ham chiqarib, ichlari smeslar qatib qolgan bo'ladi. Bu marojani o'zini ta'miga ham ancha ta'sir qiladi. Shularni yaxshilab artib tozalash kerak. Top-toza turish kerak. Bu yerdan chaneli uchida yuvargan cho'tka borib, shuni yaxshilab yuvarish kerak, chunki ichlarida smeslar qatib qolgan bo'ladi. Aslida yangi frezerlar murdasi anaqa tiniq bo'lib turadi. Endi bular eski 2010-yil frezerlar, adashmasam, bular anaqa shilinib olib tiniqli bilinmaydi. Yana hammasini yana joyiga qaytarib turib, oxirigacha tiqib olib, joyiga qo'yib turib, olib qo'yiladi. Bunisi tayyor. Eskilardan chiqmasin, shuni har kun tozalaydi.